Salaydan ikkita kimni olib chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bo'lmi kayfiyat tusullu. O'ldi. Buyini Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? 20 ming dollar topishlari kerak, 18 ming dollar menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga 20 ming dollar. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'ray qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Oprasheniya. Mahallaga nima bo'lyapti? Urushmay. Barsazor, Realzor deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5 ga yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlikmi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor Puturga bordingmi? Uyalaman ne rais bu? Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yurilama yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'ra olmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitpillonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.